Hurmatli ustozlar va ota-onalar, agar farzandingiz yoki o'quvchingiz qo'lida matematika 2-4 sinf baza to'plami bo'lsa, uning 2-sinf 1-bobiga taalluqli bo'lgan mavzularning video darslari Matematika Usmonov mobil ilovamizda to'liq tushuntirildi. Bu bob bir xonali sonlar ustida qo'shish va ayirish amallari deb nomlanib, bir xonali sonlarni qo'shish, ayirish, sanash va solishtirish mavzulari hamda bir xonali sonlarga doir matnli va chizmali mantiqiy masalalar mavzularini o'z ichiga qamrab oladi. Mobil ilovamizda bu bobga taalluqli 40 dan ortiq misol masalalar yechilishlari alohida 22 ta video ko'rinishda berildi. Bolajonlar har bir mavzudagi videoni ko'rib, videodagi misol masalalarni mustaqil yechib ko'rsin. To'liq o'rganib bo'lgandan keyin matematika 2-4 bazadagi shu mavzuga taalluqli bo'lgan misol masalalarni yechib chiqsinlar. Shunda bu mavzuni to'liq o'rgangan bo'ladilar. Ilovada 2-sinfdan boshlab prezident maktablariga tayyorlanish uchun ham testlar berilgan. Bu testlarning yechilishini ko'rish uchun matematika 2 hamda prezident maktablari testlari bo'limlari bosilgan bo'lishi kerak. Ilovaning umumiy yangiliklari bo'limida qaysi mavzular bo'yicha to'liq video darslar joylanganligi haqida ma'lumotlar berib boriladi. Ilovamizdagi barcha videolarni to'liq ko'rish uchun telefon raqamingiz orqali ro'yxatdan o'ting. Premiumga a'zo bo'ling. Premium narxlari juda arzon. Ilovamizni Play Market va App Store'dan yuklab olishingiz mumkin.